Assalamu alaykum savatlaşlar. Hazır biz sarf dersimizin 13. dersini okuyumuz. Biz ilgirki saatlik dersimizde mujarrad ve mezid fi'illar ve onunki bablar hakkında tafsili to'xtaldik. Endi biz bugünkü dersimizde jamid ve mutasarrif hakkında bir kadar tafsili to'xtalamiz. Biz muqaddimida taqsimul af'al degan bu mazmunda jamid ve mutasarrif hakkında qisqacha to'xtalgan. Biz bugün bir kadar tafsili to'xtalamiz. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqsimul khamis lil fi'l. Fi'lninki 5-chi qatimliq taqsimati. Ya'ni 5-chi qatimliq bo'linishi. Biz fi'lni mujarrad, mazid, lozim, mutaaddi, sahih, mu'tal, mazi, muzari, amr deb 4 qatim qanday bo'ldik? Bo'lib bo'ldik, ya'ni taqsimlab bo'ldik. Endi biz bugun o'qimoqchi bo'lganimiz 5-chi qatimliq taqsimati fi'lning. O qaysi deganda fi'lninki türleniş yoki türlenmeslik itibarı boyunca iki qismga ayrıldıqanlıqı. Deydi el-fi'lu fi'l min haythul jumud ve tasarruf qisman fi'l jumud to'nlab qilish ya'ni türlenmeslik degan gap ve tasarruf ve türlenish jihatdan iki qism bo'ladi. Fi'l türlenish yoki türlenmeslik ve türlenmeslik jihatdan iki qism bo'ladi. O qaysi? Birinchisi jamid. Jamid deganda biz muqaddim mazmunni deb o'rgangan. Jamid deganimiz bir xil ko'rinishni lozim tutadigan, uningdan boshqa xil ko'rinish, ya'ni ya mazini lozim tutadigan, ya muzarini lozim tutadigan, ya amrni lozim tutadigan. Amrni lozim tutgan bo'lsa, uningdan mazi muzari kelmaydigan. Mazini lozim tutgan bo'lsa, uningdan mazi muzari mazi bilan keladigan, mudari va amr kelmaydigan. Mudari lozim tutgan bo'lsa, mazi bilan amr kelmaydigan. Demak, bir xil ko'rinishni lozim tutadigan fi'lni biz deymiz jamid fi'l deymiz. Deydi jamid fi'l deganimiz huval fi'lu allazi yalzimu suratan wahidatan min suwarit tasrif wa la ya'ti minhu suratan ukhra wa mujarradan 'anil zaman allazi yu'tabaru fi dalalatil fi'l. Jamid deganimiz u tasrifning ko'rinishlaridan bir ko'rinishni lozim tutadigan, uningdan boshqa ko'rinish kelmaydigan, fi'lning dalolatida itibarga ilinadigan vaqtdan xoli bo'lgan fi'l. Ya'ni o bir xil ko'rinishni lozim tutadi. Turlishning ko'rinishlaridan bir xil ko'rinish. Fi'l degan maziga turinadi, muzariga turinadi, amrga turinadi. Shundaqo, mushu turinishningki ko'rinishlaridan faqat birini lozim tutadi. Ya mazini lozim tutadi, ya muzarini lozim tutadi, yoki amrni lozim tutadi. Shundaqla buningda fi'lning dalolatini e'tibor qilinadigan, ya'ni o'tgan zaman, hozirgi zaman, kelgusi zaman degandan iborat fi'lningki ma'nosida e'tiborga ilinadigan vaqt uqumuchi bo'lmaydi. Masalan, asa degan gap, umidki degan gap. Umidki degan gap o'tgan zamonmi, hozirgi zamonmi? Demak, bunda vaqt uqumi yo'q. Bisa ajab yomon. Ayda boshqa. Demak, bu gaplarda vaqt uqumi yo'q. Ya'ni fi'lning dalolatida e'tibor qilinadigan o'tgan zaman, hozirgi kelgusi zaman buningda yo'q. Shundaqla asa bu fi'l madi. Buningdan fi'l mudari kelmaydi. Va fi'l amr texmi kelmaydi. Bisa ada o'xshashlar fi'l madi. Buningdan muzari yoki amr kelmaydi. Demak, bir xil ko'rinishni lozim tutadigan va fi'lning ma'nosida e'tiborga ilinadigan vaqtni xoli bo'lgan fi'lni biz nima deymiz? Jamid fi'l deymiz. Biz jamid fi'lni fi'lninki turilish ko'rinishlaridan bir xil ko'rinishni lozim tutadigan dedik. Ya'ni fi'l degan mazi, muzari, amr deb turiladi. Shundaqo, mushu turilishning ko'rinishlaridan, ya'ni shakllaridan bir xil shaklni lozim tutadi dedik. Demak, bu nuqtadan bu jamid fi'l qancha xilga bo'linadi? 3 xilga bo'linadi. Birinchisi deydi va huwa thalathatu anwa', 3 turlik bo'ladi. Birinchisi qaysi? Mazini lozim tutadigan. Demak, cho'g'ini faqat uningdan mazi bilan keladi, muzari yoki amr kelmaydi, amr chiqmaydi. Masalan, bisa, laysa desak, laysaning muzarisi bormi? Yo'q. Amrisi bormi? Yo'q. Ya ikkinchi turi deganda mudari'ni lozim tutadigan, ya'ni mudari shaklda uningdan mazi yoki amr shakli kelmaydigan. Uchinchisi amr shaklida bo'ladigan, uningdan muzari va mazi shakli chiqmaydigan fi'llar. Bu 3 turlik bo'ladi. Birinchisi ma kana mulaziman lil madi. Mazini lozim tutadigan, qaysi fi'llar bu mazini lozim tutadigan deganda, birinchidan naqs fi'llarning bir qismi. Ya'ni naqs fi'llarning bir qismi faqat
mazi ilan buludu, muzari emri çok kelmeydi. Mesela leyse bu naqis fiil shundoq o. Buni nima kelmaydi? Muzari emri kelmaydi. Madama asa hara ikhlawlaqa karuba. Mana bu fiillarning hammasidan muzari va emri çok kelmaydi, faqat nima lazım tutadi? Mazin lazım tutadi. Bu fiillar qanday fiil? Naqis fiillar. Bunun başqasi bor naqis fiillarning, ammo bu bir qismi. Demak, mushu hammasi mesela naqis fiillarning bir qismi nima bo'ladi? Jamid bo'lib, jamidning ichidagi mazin lazım tutadigan jamid bo'ladi. Yana qanday fiillar mazin lazım tutadi deganda af'alul madhi va zam, maqtash va so'kash fiillari. Masalan, ni'ma, bi'sa, habbaza, la habbaza deganga o'xshagan. Bundan bu muzari ve emri çok kelmeydi. Üçüncüsü ef'alul istisna. İstisna fiilleri. Mesela hala, ada, haşa deganga o'xshagan. Demek hala, ada, haşalamu bundan faqat mazini qanday qiladigan, lazım tutadigan ve muzari emri çok kelmeydigan fiillar. Yani çoğu deganda fi'alayit ta'ajjub ve vaznuhuma. Fi'al ta'ajjubning ikki xil vazni bor. Ma af'ala ما أفعل أفعل به مش إشكال ölçemde bu muzari çok kelmeydi. Ma yef'al bih deb çok muzari yoki emri çok kelmeydi. Demek taaccubning ikki xil fi'limi mazini lazım tutadigan jamid fi'lning turiga dava. Endi ikkinchi turi qaysi deganda ikkinchi turi emrini lazım tutadigan. Emrini lazım. Unda nima kelmaydigan? Muzari kelmaydigan va chu mazi kelmaydigan. Faqat emr shaklida bo'ladigan. Deydi ma kana mulazim lil emr. Emrini lazım tutadigan bu qaysi deganda birinchidan hab, ta'allam deganning hammasi nima? Bu mushu xil emrlar keladi, mazi muzari chu kelmaydi. Bu hammasi qalb fiillari, ya'ni gumon qilish, bilish degan ma'noda. Qalbga aloqador ma'nolarni bildiradi. Üçüncüsü qaysi deganda muzarini lazım tutadigan. Masalan, yahitu, yaswa degan bu ikki fiil şu muzari keladi, bunun mazi yoki chu amr kelmaydi. Yahitu degan yasihu to'laydi degan gap, yaswa chu yusawi, barobar bo'ladi degan gap. Demak, mana fiil turilish va turlanmaslik jihatdan qanchaga bo'lindi? Ikkiga. Jamid va chu mutasarrif deb. Biz jamid bilan qanday qildik? Tunishdik. Endi qaynaga keldik? Mutasarrif keldik. Bunda bo'lsa mutasarrif fiil degan qanday fiil deganda, mutasarrif fiil deganimiz هو ما يقبل التحول من صورة إلى صورة لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة. O bir ko'rinishdan yana bir ko'rinishga xilma-xil zamonlarda ma'nini ifodalash uchun, ya'ni xilma-xil zamonlarda, o'tgan zaman, hozir kelgusi zamonlarda ma'nini ifodalash uchun bir ko'rinishdan yana bir ko'rinishga yo'tkilishni qabul qiladigan, ya'ni xilma-xil ko'rinishni qiladigan, qabul qiladigan, bundan mazi mi keladigan, muzari mi keladigan, emr mi keladigan fiillarni biz deymiz mutasarrif fiil deymiz. Ko'rinadigan fiil deb ataymiz. Masalan, kataba desam mazi, yaktubu muzari, uktub emr. Demak, bundan mazi keldi, muzari keldi, emr keldi. Bu qanday fiil ekan? Mutasarrif fiil ekan deymiz. Endi mutasarrif fiilni ikki turga bo'linadi. Ikki turga. U qaysi deganda, to'liq mutasarrif, ya'ni to'liq turinadigan degani 3 zamonning yoki 3 xil shaklning hammasi keladigan. Maziga mi turinadigan, muzariga mi turinadigan, emrga mi turinadigan fiilimizni deymiz tamut tasarruf. To'liq turinadigan fiil deb ataymiz. Yana birisi naqisu tasarruf deb ataladi. Bundan qanday keladi? Ya muzari bilan emr keladi yoki mazi bilan muzari bu shaklda. Ya'ni to'liq 3 xil shaklning hammasi chu kelmaydi. Deydi o ikki turlik bo'ladi. Birinchisi tamut tasarruf. To'liq turinadigan fiillar o ma ya'ti minhu al-madi wal-mudari' wal-amr. O bundan mazi, muzari ve emr keladiğini ve hada an-naw' yashmilu mu'zam al-af'al. Bu tür ko'pincha fiillarning ko'pincha fiillarni o'z ichiga oladi. Ikkinchisi naqisu tasarruf. Tasarrufi naqis bo'lgan. Ya'ni naqis shaklda to'liq to'lanmaydigan, uch zamonning hammaga qanday qilmaydigan to'lanmaydigan fiillar. وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع أو المضارع والأمر فقط deydi. O onundan ya mazi muzari keladigan ikkisi, yoki mudari amr keladigan fiillarning bo'ldi naqis tasarruf. To'liq 3 kelmaydigan.
Mesela kada yakadu, avşaka yuşaku. Mesela kada yakadu bunun emri kelmeydi. Avşaka yuşaku bunun emri kelmeydi. Ma zale ma yazalu men fekke ma yenfekku ma beriha ma yebrahu. Mana hemmesi bunun nima naqs fiillar. Bunun da nima kelmeydi? Emir kelmeydi. Mazi bilan muzari keladi. İkincisi qaysi? Muzari bilan emr bilan keladigan. Mesela yada'u da, yadaru dar. Mana bu ikki fiildan mazi kelmeydi, muzari bilan chu emr bilan keladi. Mana bu jamid va mutasarrif fiil haqidagi darsligimiz. Endi ikkinchi mazmun bugungi darsimizdagi taqsimus sadis lil fi'l. Fi'lninki 6-chi taqsimoti bo'lgan, fi'lninki ma'lum va majhul deb ikkiga ayrilganligi. Ya'ni hukmliq fi'l va hukmsiz fi'l. Endi majhul fi'l degan, ya'ni hukmsiz fi'l degan qanday fi'l, ma'lum fi'l degan qanday fi'l deganda majhul o'zining ma'nosida chiqib turibdi. Majhul fi'l deganimiz odatda fi'l bo'ladi ekan, uning nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Amma fi'l bulab onun fa'ili bo'lmasa desa, fi'l bulab onun fa'ili bo'lmasa, nima bo'ladi? Majhul bo'ladi. Fi'l deganing fa'ili yo'q bo'lamdi deganda yushirilgan bo'ladi. Ya'ni uning qo'qqanligimiz uchun yoki so'zlashni xohlamaganligimiz uchun buni yushirib, uning qilganini yushirish holatida keltirgan bo'lsak, masalan, urildi, o'qildi, yildi. Mesela Muhammed yedi desem bu yerda yish degan ish harakatini qilgan Muhammadni so'zildi. Ammo yildi, yezildi deb yozgan odamni, yegan odamni demasam, bu qanday fe'l bo'ladi? Majhul fe'l bo'ladi. Demak, fa'ilni so'zlamasak, bu fe'l qanday fe'l bo'ladi ekan? Majhul bo'ladi ekan. Deydi, yanqasimul fi'lu ila mabni lil fa'il. Fe'l mabniga qurilgan deb bilinadi va yusamma ma'lum. Nima deb ataladi? Ma'lum deb ataladi. Ya'ni fa'ilga qurilgan degani fa'ili bor, fa'ilga uylangan. Va ila mabni lil maf'ul va maf'ulga qurilgan debchi bilinadi va yusamma majhulan va majhul deb ataladi. Endi fa'ilga uylansa fi'il, ya'ni fa'il so'zlanib fi'il fa'ilga uylansa, bu fi'il qanday fi'il bo'ladi ekan? Ma'lum fi'il bo'ladi, ya'ni hukmliq fi'il bo'ladi. Endi fa'il bo'lmasa fi'il nimaga uylanadi deganda maf'ulga uylanadi. Ya'ni to'ldiruvchiga. Maf'ul qanday qilinadi? Uylanadi. Bu vaqtda qanday bu fi'il deb ataladi? Majhul fi'il deb ataladi. Al-fi'lul ma'lum, ma'lum fi'il huwa ma dhukira ma'ahu fa'iluhu deydi. Ma'lum fi'il o onun bilan uning fa'ili qanday qilingani so'zlangani. Masalan, hafiza Muhammadun ad-darsa deganga o'xshagan. Burada Muhammed dersini yodildi desem, yodilashdan iborat bu ish harakatini qilgan Muhammed burada qanday qilindi? So'zlandi. Unda bo'lsa, hafiza degan fe'l qanday fe'l ekan? Ma'lum fe'l ekan deymiz. Majhul fe'l degan cho'q desa, wal fi'lul majhul, majhul fe'l deganimiz huwa ma hudifa fa'iluhu wa uniba anhu ghayruhu. O uning fa'ili tashlangan ve izbasar bo'lgan uningdan uning boshqasi. Fa'il tashlandi. Fe'l keldi, fa'il tashlandi, fa'il so'zlanmadi. O fa'ilning o'rniga boshqasi qanday qilgan chiqqan. Qaysi chiqdi? Maf'ul chiqdi. Masalan, asli hufiza darsu, dars yodlandi. Dars qanday qildi? Yodlandi. Bu yerdagi yodag'an odamni qanday qilmadik? So'zlamadik. Bu vaqtda fe'l nima bo'ldi? Majhul bo'ldi. Chunki fa'ilni so'zlamaganligimiz uchun. Endi fe'l bu yerda nimaga yulinadi? Fa'il bo'lmasa, maf'ul yulinadi. Maf'ul qaysi? Dars. Dars ne yodildi? Demak, ish harakat, yodlash degan ish harakat nimaning ustiga tushgan? Darsning ustiga tushgan. Demak, bu yerda fa'il so'zlanmagachga fe'l majhul bo'ldi. Majhul fe'l degan nimaga yulinadi? Maf'ul yulinadi. Bu vaqtda maf'ul nima deb ataladi? Bu vaqtda maf'ul deb atalmaydi, naib fa'il deb ataladi. Chunki bu fa'ilning o'rniga chiqqanlik uchun deymiz. Ya'ni fe'lning yulinish jihatda fa'ilning o'rniga chiqqanlik uchun. وفي هذه الحالة يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها. Endi majhul fi'ldan ma'lum fi'lninki qurilmasida, hay'atida, shaklida o'xshamaslik bo'lamdi deganda. Masalan, daraba urdi dedik. Endi bu urildi deb buni majhul shaklda keltirgan vaqtimizda ma'lum fi'ldagi holatidagidan buning shaklida o'zgarish bo'lamdi deganda, albatta nima bo'ladi? O'zgarish bo'ladi. Ma'lum fi'l va majhul fi'lning shaklida o'zgarish bo'ladi. deydi va fi hadhihi al-hala, bu holatda, ya'ni majhul holatda yajibu an taghayyar suratal fi'li an asliha.
Bu holatda fe'lning ko'rinishi aslidan o'zgarishi kerak deydi. Ya'ni ma'lum holatidan qanday qilish kerak? O'zgarishi kerak. Qanday o'zgaraydi? Buning o'lchami bormi deganda, albatta buning o'lchami bor, qoidasi bor. Fa in kana madiyan, agar endi mazi bo'lib qolsa, ya'ni biz majhul qilmoqchi bo'lgan fe'l mazi bo'lsa, g'ayr mabdu bi hamzati waslin va la ta'in zaida. Hamzati vasl bilan boshlanmagan va ortiq ta bilan boshlanmagan bo'lsa, endi biz majhul qilmoqchi bo'lgan fe'l mazi. Beshida nima yo'q? Hamza yo'q. Masalan, intalaqa istagfara deganga o'xshagan nima yo'q? Alif yo'q va ortiq tam yo'q. Tadahraja, ta'allama deganga o'xshagan nima yo'q? Ortiq tam yo'q. Bunda holat bo'lib qolsa, xuddi daraba, kataba deganga o'xshagan bunda holatda bo'lsa, birinchi qilib dumma avvaluhu. Birinchisi qanday qilinadi? Birinchi harfi pash qilinadi. Va kusira ma qabla akhirihi. Va oxirining ilgirisi narsa zir qilindi. Walau taqdiran bo'lsin deydi. Taqdiran bo'lsin. Masalan, yoki naqis bo'lib qolsa, masalan, taqdiran jatimiz zir deb qaraymiz demakchi. Masalan, deydi, daraba degan fe'lni biz majhul qilmoqchi bo'lsak deymiz. Birinchi qoida tunji harfini pash qilamiz, oxirining ilgirki harfi bo'lgan rani zir qilamiz. Nima bo'ladi? Duriba. Ya'ni duriba aliyun. Ali urildi. Asli tayaqni yeginiki mo Ali urilg'ini. Bu maf'uldi. Fa'il so'zlanmagachga bu maf'ul fa'illikning o'rniga chiqib, naib fa'il oldi. Shuning uchun buni nima qildi? Pash qildi deymiz. Duriba aliyun. Va ruddal mabi'u. Satqan narsa, mabi' degani satqan narsa, satilgan narsa qaytirildi. Endi biz bayatni bir gapni qildik. Oxirining ilgirki harfini qanday qilamiz? Zir qilamiz. Taqdiran bo'lsin. Masalan, fe'l muda'ab bo'lib qolsa, hajja radda deganga o'xshagan. Bu vaqtda oxirining ilgirini qanday zir qilamiz deganda taqdiran zir deb qaraymiz. Mana asl radda. Buni majbur qilmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Rudda. Qaytirildi degan gap. Endi biz fe'l maziyulab hamzatul vasl bilan, ya'ni alif bilan boshlanmagan bo'lsa va ortiq ta bilan boshlanmagan bo'lsa, birinchisini pash, oxirining ilgirki harfini zir qilamiz dedi. Shunda bo'lib qolsa, ya'ni hamzatul vasl bilan boshlangan bo'lsa, ortiq ta bilan boshlangan bo'lsa, qanday qilamiz deganda, agar ortiq ta bilan boshlangan bo'lsa, dumma thani deydi. Ma'al avval. Birinchi harf bilan ikkinchi harf qanday qilinadi? Pash qilinadi. Masalan, ta'allama degan fe'lni biz qanday qilamiz? Tu'allima. Oxirining ilgirki harfini zir qilamiz. Bu qoida. Ma'nodagi o'zgarish birinchi, ikkinchi harfini qanday qilamiz? Pash qilamiz. Birinchi harf bilan qo'shib, ikkinchi harfini qanday qilamiz? Pash qilamiz. Shunga ta'allama tu'allima bo'ldi deymiz. Shunga tu'allimal hisob o'gitildi. Ta'allama yoki hisob o'gitildi degan gap. Taqatala, shunday taqatala urushdi. Endi tuqutila ma'a zayd. Zayd bilan qanday qildi? Urushildi deganga o'xshagan. Demak, A5da ortiq ta bo'lib qolsa, birinchi, ikkinchi harfi qanday qilinadi? Pash qilinadi deymiz. Endi mazida 5da ortiq ta bo'lib qolsa, shunday qildik ekanmiz. 5da hamza bo'lib bo'lgan fe'llar bo'lsa, masalan, istagfara, intalaqa deganga o'xshagan. Qanday qilamiz deganda, va in kana mabdu'an bi hamzati wasl dumma ath-thalith ma'a al-awwal deydi. Agar hamzatu wasl bilan qanday qilsa, boshlangan bo'lsa fe'l madi, uchinchi harf bilan birinchi harf qanday qilinadi? Pash qilinadi. Birinchi harfni biz qanday qildik? Pash qildik va shunday qilib uchinchi harfni shu pash qilamiz. Masalan, intalaqa istakhraja deganga o'xshagan fe'lni majbur qilmoqchi bo'lsak, birinchi harfni pash qilamiz. Shunda bu hammasi o'rtaq qoida. Mayli ta bilan boshlangan bo'lsin, mayli hamza bilan boshlangan bo'lsa yoki hamza bilan boshlanmagan bo'lsin. Birinchi harfni va uchinchi harfni qanday qilib pash qilamiz? Intalaq tuliqa bi zaydin bo'ladi. Masalan, degan alif bo'lgan birinchi harfni pash qildik va uchinchi harfni pash qildik. Ustukhrija deganga o'xshagan. Ya'ni tuliqa bi zaydin. Zayd bilan mengildi. Ustukhrijal ma'dan.
ma'dan kon chiqarildi, boyliq chiqarildi deganga o'xshagan. Chiqadi, chiqarildi, majhulga o'zgartirildi. Demak, hamza bilan boshlangan bo'lsa, birinchi, uchinchi harfni qana qilamiz? Pesh qilamiz. Mana bu mazidagi qoidasi, ya'ni mazini majhul qilishdagi qoida. Endi mudori fe'lni qanday majhul qilamiz deganda, mudori fe'lni va in kana mudari'an dumma awwaluhu. Agar mudori bo'lib qolsa, tunji harfi qanday qilinadi? Pesh qilinadi. Va futiha ma qabla akhirihi walau taqdiran. Oxirisining ilgirki harf zavar qilinadi, taqdiran bo'lsin. Masalan, yadribu degan fe'l majhul qilmoqchi bo'lsak, birinchi harfi qanday qilinadi? Pesh qilinadi. Yuddu. Oxirining ilgirki harfi bo'lgan ra qanday qilinadi? Zavar qilinadi. Nima bo'ladi? Yudrabu, yuktabu, yuzhabu, yujlasu deganga o'xshagan bo'ladi. Yudrabu aliyun. Ali urlwatudu. Yuraddul mabi'. Mabi' insatilgan narsa qaytirilwatudu. Bu yuradduda oxirning ilgirki harfni zir qilmadi qo'ysa, bu ikki dona dalva idg'am qilingan. Buni biz taqdiran zibar qildik deb qaraymiz. Endi va in kana al-fi'l ajraf madiyan. Endi mazi ajab bo'lib qolsa, qala, ba'a, khafa deganga o'xshagan o'tirda kesillarib kelgan fe'l bo'lib qolsa qanday qilamiz deganda, va in kana al-fi'l ajwafan madiyan. Agar fe'l ajwaf mazi bo'lib qolsa, yuksaru awwaluhu va tuqlabu alifuhu ya. Tunjisi zir qilinadi va uning alifi ya qilinadi. Tunjisi qanday qilinadi? Zir qilinadi va uning alifi o'tirdagi alifi qanday qilinadi? Zir qilinadi. Va uning o'tirdagi alifi ya qanday qilinadi? O'zgartiriladi. Masalan, qila tunji harfni qanday qildik? Zir qildik. Uning o'tirdagi alifni qanday qildik? Ya qildik. Qila, bi'a, khifa deganga o'xshagan. Va in kana mudari'an. Agar mudari' bo'lib qolsa, yudammu awwaluhu birinchi harfi qanday qilinadi? Pesh qilinadi. Va tuqlabu aynuhu alifan. Va uning ayni alif qanday qilinadi? O'zgartiriladi. Yuba' yuqal deganga o'xshagan. Ya'ni asli yaqulu. Shundaqo yabi'u. Birinchi harfini qanday qildik? Ya harfini pesh qildik va uning aynning barobaridagi harfi bo'lgan harfni qanday qildik? Alifga o'zgartirdik. Yabi'u deki ya'ni yaqulu deki voni. Bo'ldi, yuba'u yuqalu bo'ldi deymiz. Endi siz buni tushungan bo'lsangiz, buni bir ixchomlab olsak, fe'l fa'il e'tibori bo'yicha ikki qism bo'ladi. Birinchisi ma'lum. Ma'lum deganimiz uning fa'ili jumlada so'zlangani. Masalan, arifal muznibul haqqa. Gunoh ishliguvchi haqni tunudi desak, bu yerdagi tunudi degan bu fe'lning fa'ili bo'lgan muznib qanday qilingan? So'zlangan. Ikkinchisi majhul. Majhul degan nima? Uning fa'ili so'zlanmagani va uningki maf'ul uning o'rnida turg'izilgani. Bu mutaaddi fe'lga xos bo'ldi. Demak, mutaaddi fe'lda ko'pincha allohdan nima bo'ladi? Majhul bo'ladi. Masalan, urifal haqqu deganga o'xshagan. Urifal haqqu. Bu yerdagi gunoh ishliguvchi degan fa'il qanday qilindi? Tashlandi. Binaul ma'lum lil majhul. Majhul ma'lumni majhulga qurish. Qanday quraymiz deganda, bayatni deganimizda, agar mazi bo'lib qolsa, uning beshida hamzatul vasl, ya'ni alif bo'lmasa va ortiq ta bo'lmasa, birinchi harfini pesh qilamiz, oxirining ilgarisidagi harfini zir qilamiz. Kusira, kutiba, ukrima deganga o'xshagan. Va yudammu awwaluhu. Endi agar beshida tavb qolsa qanday qilamiz deganda, pesh qilinadi uning avvali va ikkinchisi va oxirining ilgarisidagi zir qilinadi. Fima awwaluhu ta'un zaida. Beshida ortiq ta bo'lganida tufuddila deganga o'xshagan va birinchi, uchinchi harfi pesh qilinadi va oxirisining ilgarisi zir qilinadi. Uning beshida hamzatu vasl bo'lgani, masalan, ustug'fira, ustug'rija deganga o'xshagan. Endi mudari bo'lib qolsa, agar mudari bo'lib qolsa, yudammu awwaluhu birinchi harfi pesh qilinadi va yuftahu ma qabla akhir. Oxirisining ilgarisidagi narsa zavar qilinadi. Masalan, yuksaru, yukramu, yuta'allamu, yustaghfaru deganga o'xshagan. Endi fe'l ajwaf bo'lib qolsa deganda, agar fe'l ajwaf mazi bo'lib qolsa, birinchi harfi zir qilinadi, uning alifi
ya o'zgartiriladi. Qila bi'a deganga o'xshagan. Agar muzari bo'lib qolsa, birinchi harfi pesh qilinadi, uning aynning barobaridagi harfi alif o'zgartiriladi. Yuba'u, yuqalu, yuxafu, yutalu deganga o'xshagan. Unda bo'lsa bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Buning oxirida kun berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Ya'ni tuvandagi jumlalardan majhul fe'lni ayiraysizlar. Qaysi majhul, qaysi ma'lum. Oldi bilan fe'lni al-fi'l degan ostiga yozsizlar, majhul bo'lib qolsa majhulning ostiga to'g'ri belgisi qo'ysizlar, ma'lum bo'lsa ma'lumning ostiga to'g'ri belgisi qo'ysizlar. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.